2025-yilda bu mahsulotimiz juda ham internetda hit darajasiga chiqdi. Har bitta erkak kishini, oilani uyda bo'lish kerak bo'ladigan bu texnikamizni hozir men sizga obzor qilib beraman. Ko'rishingiz mumkin, Rolf brendidan воздушный apparatimiz, turbochisimiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir men sizlarga qanaqa qilib yurgizish kerakligini, qanaqa qilib ishlatish mumkinligini ko'rsatib beraman. Patsosini tortamiz, kulchatirni ko'taramiz va o'zini dastagini bitta tortamiz. Endi bitta ovoz chiqqanidan keyin patsosini qaytaramiz va bu texnikalarimizni O'zbekistonda istalgan joydan buyurtma qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa yangi korobka holatida sizga yetkazib beramiz.